Hammaga assalomu alaykum. Bugun 11-may. Bizda 8 dona televizor qolgan. Hozir 8-televizorimizning egasini topamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yana. Yine kolumda yetişiyor yok yine. Ortakla futbolkada geldim. Spesiyalni. Yine 8-televizorni qolib buni cheklamda mahkam qistirdilar. Avlida yapganimiz o'ttilayna. Sizlardan böyle şans var. Gürgen supermarkete gelin. 100 ming so'mlik xaraj ishlating. Chekni tashlang. Ertaga 4'te может utishingiz mumkin yoki qolgan chisoqda utishingiz mumkin. Avlida yapganimiz 130 ming so'mlik xaraj ishladik ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Mavlud aka? Men Jahongirman. Ya blogerning. Gürgen supermarketda ishlayman. Dandingizmi? Televizor tanıtadi axir Mavlud aka. Televizor o'tdingiz, ava tabriklaymiz. Rassan neresi hozir? Qaysi qamushdasiz? Bo'ldi, boraman. Televizoringizni sho'rab boraymi? Bo'ldi, olib bordim yana. Qo'ydim. Hammasi chesni bo'ldimi? Qishqirganni ko'rdingiz, hozir borib quvonchina sherik bo'lamiz. Televizorni olib. Mavlud akamiz Gürgen supermarketdagi 8-televizorni o'tdingiz. Mavlud aka televizorni olib qo'yatimiz. Getdik. Biz yana Qamush Gamburgga keldik. Bu singlimiz menimcha Qamushda ishlaydi o'xshaydi. Gürgen supermarketdan bir televizorni o'tib oldilar. Getdik, endi reaksiyalarini ko'ramiz. Tumuni. Sog' bo'ling. Mavlud aka qiz ishlaydi ekan meni. Yaxshimisiz, harmonlar. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Ishi chek siznikimi? Yana. Görün arkasında Mavlud aka yopib ko'rsatdi ekan. Ishondingizmi, hammasi chesmi ekan? Aytib berdik meni. Yaxshi kunlaringizda xizmatda. Assalomu alaykum. Gürgen supermarketdan 100 ming so'mlik xaraj tashlab ekan Mavlud akam. Yana pochesi televizorini ishini aytib berdik. Qamushqamlik xodimini bir televizor. Ava. O'tib oldilar Gürgen supermarketda yana. Tabriklaymiz. Chesmi ekan hammasi. Donmasizlar, donimiz. To'g'rimi? Yaxshi kunlar nasib etsin. Gürgen supermarketda omad ishlaringlar bor. Hurmatli yurtdoshlar, Gürgen supermarket hamma yapında turadi. Podpisiya bosib qo'yinglar, kelib 100 ming so'mlik xaraj ishlatinglar. Televizorni o'zim olib borib ketaman. Hammangiz oddiy tushunasizlar, biz sizlar uchun xizmatdamiz.